Yuragingizda srochno operatsiya qilish kerak. Yurakni operatsiya qilmasangiz nobud bo'lib qolishadi degan gap bugungi kunda juda ommabop gap bo'lib qoldi. Kelinglar yuragini srochno operatsiya qilinishi kerak bo'lgan to'p kasalliklar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovichman. Yurakdagi shoshilinch operatsiya talab qiladigan to'p kasalliklarning eng birinchisi bu aortaning yorilishi, qavatlanib yorilishi hisoblanadi. Bu rastlayishi anevrizma deb aytiladi. Ikkinchisi katta hajmdagi transmural infarktlardan keyingi bo'ladigan yurak devorining yemirilishi natijasida yurakning yorilishi deb ataladigan shoshilinch operatsiya talab qiladigan kasallik hisoblanadi. Uchinchidan bo'ladigan bo'lsa, klapanli infeksion endokardit degan kasalligi, ya'ni klapanning yemirilishi natijasidagi birdaniga klapan yetishmovchiligi, nafas yetishmovchiliklari yokida klapanda infeksiya koloniyalari hosil bo'lib, u koloniyalar uzilish xavfi, ya'ni uzilib ketsa insult yoki qanaqadir asoratlar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan holatlarda shoshilinch operatsiya tavsiya etiladi. To'rtinchidan bo'ladigan bo'lsa, mitral yoki aortal klapanlarning yetishmovchiligining birdaniga og'irlashib qolishi, bemor hansirab, nafas siqilib qolishi va kechasi bilan uxlolmay chiqishi bunaqa holatda bemorning ahvolini tobora og'irlashib borishiga olib keladi. Bu ham shoshilinch holatda operatsiya qilishga tavsiya hisoblanadi. Beshinchidan yurak qon bilan ta'minlanadigan tomirlarni kritik torayib qolishi hisoblanadi. Ya'ni yaqinda infarkt bo'lish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarda aorta koronar shuntlash operatsiyalari darhol o'tkazilishi tavsiya etiladi. Bizning sahifalarimizga obuna bo'ling. Bundanda qiziqroq ma'lumotlarni sizga ulashib boramiz.